Moskvada omon migrantlarga kuch ishlatdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Migratsiya agentligi vaziyatni o'rganmoqda. 8-iyun kuni Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari Moskvada o'tkazgan reyd tadbirlarida migrantlarni haqoratlab kuch ishlatdi. Sankt-Peterburgdagi reydda esa 200 kishi ko'chada tunashga majbur bo'lgan. Reyd davomida omon maxsus bo'linmasi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga qo'pol va noinsoniy munosabat qilgan. Xususan migrantlar xonalaridan haydab chiqarilgan. Kuch tuzilmalari xodimlari migrantlarni haqorat qilgan, kuch ishlatib urgan va tepgan. Ba'zilariga hattoki elektroshoker bilan hujum qilgan. Bunday noqonuniy harakat kuch tuzilmalarining o'zi tomonidan videoga olib turilgan. O'zbekiston Migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi holat nazoratga olinganini aytib, jabrlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari bo'lsa, +79 25 045 47 44 raqamiga murojaat qilishni so'radi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov Kun.uzga ayni vaqtda holat o'rganilayotganini ma'lum qildi.